Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, bog'bonlar, mirishkor bog'bonlar hamda tom orqasida mevali daraxt yetishtiradigan hamkasblar. Endi 2026-yilni 22-fevral sanasida bugun mana yakshanba dam olish kuni o'zimni bog'imda, ya'ni fermer xo'jaligimda bog'lardagi zamburug'lik kasalliklarga, bakteriyali kasalliklarga qarshi kurashishda qo'llaniladigan o'zimizning kompaniyamiz tomonidan keltirilgan ushbu preparatni, ya'ni fungisidni mana yaqinroq olib kelaman. Kapsayd 85%. Tarkibida ham misni xlorli oksidlangan mis mavjud. Hozir eritish jarayonlarini ham ko'rsataman. Mevali daraxtlardagi kasalliklarga qarshi bu. Endi mana bu Mobipron moliy preparat, shitovka, qon biti va zararli hasharotlarga qarshi qo'llaniladi. Bu preparat bilan bu preparatni qo'shib ishlatmaymiz, alohida ishlatamiz. Birinchi mana bu preparatni ishlatamiz. Bu preparat sepilmaydigan bog'larimizga ushbu preparatni qo'llaymiz. Endi ko'pchilikda faqat reklamalarga tushunyapti. Agar bu preparatlar samara bermaganda o'zimizning bog'imizga, mevali daraxtlarimizga olib kelib sepmas edik. Bizni kuzatishda davom etinglar. YouTube'da ham batafsil sizlarga ma'lumot berib o'tamiz.